Abdullajon mashinami? Boyatda soqqani bo'ldi. Qatta olding-mi? Mana boyatda. Oho! Ketdi boshaqcha. Voy. Ketdik bo'lmasa, yur. Shogird. Yur ketdik. Mirsab va siz yo'q, bizni boshlarimizga ne kulfatlar tushdi-yu. Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan, ha? Siz yo'q, boshimizga ajoyib kunlar tushdi-yu. Qanaqa kunlar tushadi? Gapirsen-chi, ey. İchib olganmisan sen? Qattan ichkili, aram magazinlarni ham ular boylar odoq qildi-yu. Qaysi boylar haqida gapiryapsan? Abdullajon bilan boy. Zormondalari. Bir o'zingiz ko'rmasangiz bo'lmaydi ularni. Zormondalari. Hech nima qolmadi uni daftada. O'zi qishlar joydami, alkash? Butun qishlar xonavayron qildi-yu, hali ekovi. Zormonda ichib olib, sen men boshimni qatiryapsan shekilliga. Boshimga qo'qon doppi. Bu suvli ariqda hamma yo'q to'xtabdi. Yomg'ir ham yog'mayapti bu ikkita zormondan orqasidan. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Ketmonlar ham uchmayapti. Toshkonga chaqirgandan beri shu zayava qilishadi. Bitta eplash olmaysan. Shu ikkita mashinani tushalmaysizlar. Boya tavlash Abdullajonni. Bashlarda yuribdi u zormondalar. Har kuni zayava keladi. Endi o'zim Toshkondan keldim, o'zim ushayman. Qani ketdi, yur. Boyatda Mirsab. To'xta zormonda. To'xta! Qani boyatda. Suvli ariqda ham epladik. Batda ham eplaveramiz. Joningdan hozir traktorimda yerini haydab bersam, pulini olib, narigini yerini haydamay qo'yaman. Boyatda! Chiqdi! Nima bo'ldi? Suramiz, Mirsab bilib qoldi. Suramiz. Mirsab bilib qoldi, suramiz. Yo'q, ketdi. Omon Mirsab uchoq olsa, ikkovimiz ham og'zimizga skochdi, o'rab olib ketadi. Bo'l tez. Bo'l tez chiq. Abdullajon. Yurmayapti bu zormonda. Yurmayapti bu. Yomon bo'ladi endi. Zormonda. Chetga kelib shuna bo'ladimi? Bu yomon okam yurganmisi. Yurmayapti. Qochishimiz kerak. Kerakmi, traktorni o'zimiz. Voy, bu nima bu? Ustuvoshlar boshqa. To'pim qani? Yerib-ku. Ay, boyatdan Sanishimmi bu? Bu nima bu? Ay, boyatdan uchirasiz. Uramanta, bu nima bu? Qatta biz. Qanaqa bu? Qanaqa joy, qanaqa zamondamiz? Obunachilar bu yog'ini keyingi dasturlarda ko'ramiz. Zamonaviy bu yog'i. Yo'q, sen maraz. Oxunu TV YouTube kanali taqdim etadi. Rahmat o'ylash, tanyoysan, charchamasdan. Sog'lashim, tanyoysan. Assalomu alaykum. Sog'lashim, qalaysiz? Sog'lashim, ukam. Sog'lashim, bilan charchamasdan. Bardamoq bor. Sahar kelib turibsiz-da. Ha, yaxshi. Nima gaplar? Sizlar charchamasdan. Rahmat bo'ladi. Kecha kelolmadim,
Ha, pena bo'lib, chala qilganiga bir yo'l bo'lib, shalak bo'lib urib, o'toqdan to'sib qo'yiladi. Yaxshi bo'pti, mana ancha to'silib. Ha? Ancha to'silib ko'rinib, mana bu poptisizlar. Aynen. Teşmisler? Hormaylar deb qo'yay. Avvalambor assalomu alaykum. Oxunov TV kanalining ashaddiy obunachilari. Oxunov TV kanalida sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Tanjonlaring sog'mi? Hormaylar. Asal? Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Qalaysizlar? Olyapsizlarmi? Sanatbek Uz. Sen ha deb menga qara kuyov bo'lay qo'shiq aytavermasdan biz ustalar ham kelib qo'shiq aytib bir ko'yni ko'tarib Videoda aytmayapti. ha videoda aytishardim-da. Aytan mana ekan bor edi, usta ishlatyapti. Vaqt bo'ldi-da bugun. Vaqt bo'ldi deysan. Hozir kelin tomonga ham o'tib keldim. Ha? Bir yo'l baqa kelaman, baqa beradigan omonatlar bor edi. Sizga berib boraman-da. Ha? Ha, yaxshi. Ha shu. Nima gaplar? Bir kelib sizlarga bitta qo'shiq aytib berib ketay. Keyin Ustalarga aytgandan ko'ra menga aytma, men eshitaveraman. Ustalar eshitmaydi. O'zimdan, hammasi oldindan eshitib kelishgan. Yangilardan yo'qmi? Bor yangilardan. Ha? Mana mikrofon taqib oldi, aytib beraman. Ustalar uchun albatta. Qaysi bor edi yangiz o'zi? 15 kun video qo'ymadim Oxun TV kanaliga. Bildim. Men xudoga bugundan qo'yganim. Ochildimi? Ochildi. 2 hafta bo'ldi rosa. 1000 tadan oshiq videoyimni o'chirib tashladim. 250 ta video qoldi obunachidan. Nimaga o'chirib yuborsan? Endi hali videoga jalba tashlaydigan odamlar ko'payib ketdi-da. O'shuning uchun shunday o'sha eski videolarim mana shu 2017, 2018, 2019 videolar hammasini o'chirib tashladim. Faqat dala cheti bilan shu kalta bilan uradigan qolgan ag'digan hammasini udab qo'ydim. Mayli. Alloh bilsa bo'ldi. 1000 tadan ko'p video o'chib ketdi. Bu hali eskilari ham o'chgan. Ha. Bitirdilar ham ketdi. Mayli. Hozir obunachilardan so'rayotgandim, yangisi qaysi edi deb. Mana esimdan chiqib qolsa obunachilar kommentariyaga yozib qo'yadi, mana u dedi. Sho'xroqdan aytib beraveray albatta. Ha, shu uxlab qoladi o'zim. Sardor akam qo'shib bor, Namanganga borganda aytib berdim. Ella javonim azdı yaşım kurulmuşum şişip başım İsteyirem için başım ayda davan ayda Ella javonim azdı yaşım kurulmuşum şişip başım İsteyirem için başım ayda davan ayda Sevgilerim atıma gözlerim satıma Sevgilerim atıma ayda davan ayda Sevgilerim atıma gözlerim satıma Gözlerim satıma Ayda davan ayda Elle zavana Sizde yaşım kurulmuşam şişir baş İsteyirem çın başım ayda davan ayda Elle zavanım azı yaşım kurulmuşam şişir başım Aşret ne koymam mısın? Bitti oyna vereyinçi hani? O'ynayman o bola. Ye? Şeker hakkı çıkayım olmadan boldu. Bollarcıdan şeker hakkı çık olayım. Baptan ha. Cemalin sağınıp canan Özünü toxtata olmayman Alam kaygısı da yandın Özünü uxlata olmayman Cemalin sağınıp canan Özünü toxtata olmayman Alam kaygısı da yandın Özünü toxtata olmayman Ha. Men izlagan muhabbatim yor qaydasan Ko'zlarimi yor izlagan yor qaydasan Ana albatta Bu gaz zo'r bo'ldi. Yomon Aytasiz qo'yib to'ylarda aytadi xatmi batmi olsa qasatinglar deydi shunaqa bo'ldi ha hali obunachilar xursandchiligini xursand Bonuxon haqida aytib endi Bonuxon Bonuxon haqida ha ismlarigami ha Bonu deb bo'ldi xo'p bo'ladi sizga aytab eshitib turing mana Yoz yamonda bir güzel var Saçları sümbül
Yoz yomonda bir go'zal bor, sochi sundur. Hoy bonu, xone, buncha go'zalsan ey. Voy bonu, xone, buncha go'zalsan ey. Yuzlaridan nur yog'adi, so'zlaridan ey bol tomadi, qo'llaridan hamma qochadi ey. Voy bonu, xone, qo'llaridan yomon uradi ey. Yoz yomonda bittagina Bittani marta qolib qochmaydi ya, qo'brashlar. ana orqamda yaram borda. Menga qo'yib yuboraman. Shunaqa gaplar obunachilar. Sizlar bitta aytib bering, Bonuxon. Voy Bonuxon. Bonuxonni bitta qo'shig'i bor. To'xtang, men chalib beraman. Yo, o'zim chalaman. Bo'pti, mana men ushlab turaman, chaling. Sekin chaling. Urmaydi, mana qarang. Qo'limga qarang, mana. Ana uni shoshma quyosh, shoshmay turgin yotog'ingga degan qo'shig'ingiz bor edi, bilasizmi? Bas. Esan chiqib ketdi. Boshqasidan. Bozorga chiqib qulpnaymi? Ha, Boshqa emas. Bozorga chiqib qulpnaydi. Telefonda Tirzada oladi, Tirzada eshitdim. Qaysini? Yangisini-ya? Bozorga chiqibdi. Unisi emas. O'shani aytib beravering. Yo, men boshqa aytdim. Ha, bo'pti, Ayting bo'pti, qaysi? Bu yaxshi olib turadi. Bir kuni ko'zoynak taqdim, chiroyli, qara, qara, qara. Ko'zlarimga qara, qara, qara. Bir kiyindim, bir yurindim, bir odamlar qaradi. Suyundi, yo, suyundim. Mendan qarab suyundim. O qizni qaranglar, chiroy ekan endi. Ob qochaman dedi, yo'q, qochma. Qaytdan bu? Dada siz aytgan joyga bordim. Ha. Ashta shunday yodlab olganman. Darud yotlab oldingizmi? Malades. Bu bitta eshitib yodlab olibdi. Qulpnoy deb eshitdik. Eringan ekan, tepaga yurib qo'shgan ekan. Qulpnoy deb eshitdik bitta. Bozorga chiqdi, qulpnoy. Erilib, olvolay. Onamni ko'rgani boraman. Talash, mol talash qilmayin. Senga oz, menga ko'p qilmayin. Onamni ko'rgani boraman. Bir guldasta bo'lsa ham onamni ko'rgani boraman. Talash, mol talash qilmayin. Senga oz, menga ko'p qilmayin. Akamlarni qiynamasdan. Talash, mol talash qilmasdan. Onamni ko'rgani boraman. Gap yo'q, rahmat. Zo'r. Zo'r. Shunchalik ovoz bor ekan, shunchalik talanti bor ekan. Bona qizim, ha? Ay, kalimni ovozingizni eshitib qoldim. Mana hidini solganda har kun kelib boshim hid edi bu. Ha, gap yo'q. Xudolar sog' bo'lsin. Ana. Qodirboy men endi. Qodirboy. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Ana. Sanatbek, u qoladi endi bu qizim mana. Yaxshi-da. Ha? Yaxshi-da. O'qilaymaganmi haqida ham qo'shiqlar eshitishim kerak endi. Yo'q. Ha? Yo, uqalab turasan, ayt bo'lmasam. Obke, solmay tur. Uqalavering, aytadi. Ashunga moslab aytib beraymi? Ashunga uqalar ekan. Qo'li biroq qattiq. Yoshligim o'tdi mani xursandchilikda. Yoshligim o'tdi mani ba'zida yomon kunda. Kimlardir bilar dardim, kimlar bilmas. Kimlar bilmas. Bilganga yomon, bilmaganga yaxshida. Bu dunyoda yaxshilik qolar. Bu dunyoda faqat yaxshilik qolar. Yomonlik qilsang baribir kun oshkor bo'lar. Oshkor bo'lar. Yuzing yerdan ko'tara olmay qolarsan o'zing. Yaxshilik qolar barchamizda.
yaxshilik qolar barchamizdan. Yaxshilik qolar ey do'stlarim barchamizdan. Alo, o'tirganmiz Ana shunaqa gaplar. Sho'xadan opqochadimni eshitaylik, kuyovnikiga borganimizda aytib berding-ku. Hammadan ko'ra meni yaxshi ko'rasan qizim. Sho'xroqdan aytdik-ku. Sho'x chiqqan yo'q. Yemta hinchasdan aytib bering. Bo'l, otaton orib. Xudo xolasa aytamiz. Abduqodirboy men. Nima sumkam olib kelgan Abduqodir sumka nimadan? Sumkam olib kelversin. Sumkam hozir. Biz ham sekin qaytamiz endi. Nima bo'ldi? Yo'qlar, ishlar nima bo'lyapti? Abdulla shifrlar bitta endi ichkariga o'tyapti. Hozir kelin tomondan ko'rib keldim. Romi bu turibdi hali shifrlari bor ekan, pol pataloylari bor ekan. Kel boshlarim mana Tezda bo'la, xudo xolasa. taqlag'idan patolay. Atayam o'tib kelamiz. Bitta faqat siz indamas ekansiz-da qizga. Qolganlar qochadi. Anvar tog'asi yaxshi ko'radi. O'zi qizim. Taqlag'idan Ismoil akam kelmay qo'y. taqlag'idan. Endi dadalar mazasi yo'q. Ha, uni eshitdim. Hazillashadigan odam yo'q. Aytdi, qo'shlar bilan hazillashadigan ko'tarmaydi. Endi Allohdan o'zimga sabr tilayapman. Nima qilaman endi, boshqa iloji yo'q, majburman. Chunki kim bilandir o'ynash kerak bu ham. Obunachilar. Endi Alloh ham suygan bandasiga berar ekan dard. Endi mana shu qizga shunaqa dard beribdi. Endi Allohning bir suygan bandasi endi bu qiz ham. Endi bu qizni hozir bo'lsa-da bir ko'yinni olasham bu ham savob. To'g'rimi? Sardor aka, to'g'rimi? Hamma enaqasiga chidaymiz endi. Ana, hiylaydi, o'qilaydi, nima deymiz endi? Qattiq gapirish mumkin emas Sanatbek. To'g'rimi qizim? Ha? Ana. Bo'ldi. Qattiq gapirish mumkin emas. Yashashlarga omonat. Amerikadan pul jo'natdi. Nasiba opam berib yubordi. Nasiba xolangiz pul jo'natib yubordi. Duo qiling. Mana. Duo qilib qo'ying. Nasiba xolangiz Amerikadagi Nasiba xolangiz bo'ling, ona qizim. Ana ilohi amin. O'ylanib tursa qara qilishim. Xolangiz puli ko'p bo'lib ketsin, tuqqan duo qiling, ona qizim. Kimga ota? Nasiba opa. Nasiba opa Amerikadan. Qayerda u? Amerikada qizim. Rossiyada siz ham bo'laveradi. Yo'q, Amerikada. Ha, bo'pti, bo'laveradi, Rossiyada siz ham bo'laveradi. Sofirda xullas. Ha. Hammalar zarin taladi, oyoqlaring, qo'llaring zarin talasin. Ha, bo'pti. Zarintalana, bo'pti. Qarang. Ovoz chiqardi, ana. Xona hadda adashtirib olyapsiz. Hop. Şu okuyan Rasulullohga kim Musayyam zobsin rizq ko'p bo'lsin, o'g'li bo'lsin, chevarali bo'lsin, poti zuhra bo'lsin, o'ziga o'xshagan qarigan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Hayra aka bo'lmasam biz qaytdik. Mana shunaqa kunlar. Osh deganda bir piyoz choy. To'g'risi kelamiz. Shu Amerikada yurgan opamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa, shu hammalarga rahmat. Shu bizni chiqarayotgan videolarga ko'rib, bee'tibor qolmasdan yordam qilyapsiz, barchalarga rahmat. Xudo xolasa mana shu xonadonda ham Xudo xolasa xursandchilik bo'ladi. Xudo xolasa. Oz qoldi, tez bitadi Xudo xolasa. Mana o'zi bugun tugaydi. Shularga blogi. Endi hozir biz pena blogi olib kelmaguncha ozgina nam bor ekan, o'sha joyida quraversin dedik. Endi bugun olib kelamiz kechga. O'shaga hozir mo'tomon, ko'cha tomon yopib olmasak, chunki o'tgan odam mana shu yoqqa o'tyapti-da. O'shanga mana qarab o'tyapti, mana bitta bitasini urib yubormasin deb, mana shu yerga olib qo'ysak, chiqar ko'rinmaydi. Qarang, Bo'ldi. Ayz yaxshimi? yaxshi, hozir dori ichib oldik. Ikkalamizni ham dorimizni bitta qilib ichib oldik. Malades. Shekli turibdi-yu. Ha? O'rnidan Boring, Nariza xolangizga yordam qiling, boring. Ovqat qilishni o'rganing, qizim. Boring. Ha, endi ovqat qilmayman, o'zi Qilasiz, o'rganasiz. Men yozib shoshdi bilmayman. Ha, bugun o'rgataman-da. O'rgatmayman. Baribir
Chapaqayman, chap qo'ydim shayman. Chap qo'ydim shayverga qo'yaman, shuning chapaqayman. Bo'ldi. Mayli, Sanatbek. Qaylar aka, ko'rishamiz. So'rab qo'yasiz. Xo'p. Xudo xolani. Albatta, tashlab kelaylik. Ha? Tashlab kelaylik, analaringiz olib berishmaydi. Hozir olib keladi bo'lmasam. Shashib. Ikkalamiz olib kelamiz. Ayizchi, siz ayizni o'ylamas ekansiz-da? Ayamga olib kelaman deb. Yo'q, beko'larda aytib Mana turibdi. bilasizlar. Sizlarga hozir qaraylik. Keyin ayizga ham sizga ham olib kelamiz. Omonatlar bor edi, nasib qilganlarni berib qo'ydim. Ayamga men va'da berib qo'yaman, o'tirib turasiz. Qandayamiz, ikkalamiz bor olib kelamiz. Chiroyli kayfiyatda ko'p barchamizga nasib. Hozir Abdumalik olib keladi. Qo'llab turasizlar, biz Shashikka. Yo'q. shu tomonga ketdik. Arvat tog'am kelsa, Arvat tog'am bilan va'da berib qo'yaman. Ha, ustalar bilan gaplashib olib boraman bo'lmasa. Bo'ptimi? Hay Sanatbek. Mikrofon ketyapti menda. Mayli. Ishlaringga omad. O'tib qolarmi? Necha kunda bitadi? Haftaga qolmaydi. Abi ana tezlashtirib olaman, aqayam o'taman-da bo'lmasam. Ketdik. Shalak bo'lib yetadi, ha? Ketdik Arvat tog'am. Hozir qizim. Biz pena bo'laydi, abitani chaqirib qo'rar ekanmiz, o'nsa masat. Ha? Ham bor deb so'rov. Kim? Pulni berib qo'yganman-da, aqa. Kimda bor debdi? Ustami? Pena blok bormi? O'y ustaga. Pena blok bormi? Nech puldan? Razmeri tushamikin? Ya razmer tushmasa 2 qilib qoladi-da keyin. Razmer 20 li o'tdi, 1 xil. 20 ga 30, 1 xil. Yo'q, meniki 30 dan qolibdi. Qolibdi, 30 dan. Bozorlardan so'rab ko'raymi, tushamikin men razmerimni. Yana pulni berib qo'yganman-da. Qurug'i bor ona. Bugun quriydani o'zi 2 kunda bir olib kelganimiz, 1 xil chiqaversin. Ben beraman. Ha, bo'ladi. Do'stga berishga men qurug'idan qilib beraman. Uqalang undan ko'ra. 1 yilini. Qilda chiqaveradi. Orqani emas, boshda, qizim. Bosh. Qancha? 1 santimetr farqi bor, mana bir-birini. Bir urib olaya. Kichik yotibda qolib, quruq. Buni ham qurib qolyapti. Havoya yaxshi. Buni bir tarafini teksiz qolasizda. Hamma tarafini teksiz kesish. Bo'ladi qizim, bo'ladi. Qo'lingiz og'rib qolmadimi? Qo'lingiz og'rib qolmadimi? Orga yo'qda, yana urgin. Yo'q. Urgis kelyapti. Yo'q, bo'lmadi. Hali abetdan ko'rasiz. Bo'ptimi qizim? Ustalar bilan gaplashib oling. Bo'ptimi? Boring, nariza holingizga qarab turing, onam qizim. Boring. Esingizku. Blok bergan ukamiz, Hasanboy ukamizga ham rahmat. Shu Xonavodi ukamiz. Shu oldindan shu siz aka bizning kanalni ko'rib boradi. 2400 so'mdan qilib berdi. Endi ko'p joylarda 2,5 soatlarda 2400 dan qilib berdi, 100 so'mdan tushib, o'zi yo'l kirasi ichida olib kelib berdi. Bugundan o'zi 200 so'mga minibdi. Eshitdingizmi? Ha? Shag'al ham ko'tarilib, shibin ham ko'tarilib ketdi, semin ham ko'tarilib ketdi. 200 so'mga minibdi. Mana narsa. Hamma joyda. Qani? Men kechadan oldingi dagor qilgan bo'lsam, gaplashib oling. Qo'limda qas qo'limda bor. Nima? Buji. Sekin, olib boring. Qani bitta qo'shiq ayting, chiqani. Sanaqdan boshqasi uzat deydi. San'atga kirib ketgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi bu bolacha. Isama bo'ladi. Ha? Qattiqroq, buni mana mikrofon ayting. Manam. Ha. Mana eshitdi bilaman mashaqa qo'shdi. Qani eshitaylik chiqani qizim? Xotin keldi deysizmi? Ha, cho'zavering, aytavering, ha. Xotin keldi. Ala tatizdan toza toza.
Malades. Tushunmadim-ku, amlaki zo'r aytdingiz. Ona katta hofiz bo'ladi. San'at beden yo'qdi. Ha? Aytdimmi? Ha, aytdingiz, zo'r aytar ekansiz. San'at be orqada qolib ketdi-ku. Ha? San'at beden zo'r aytar ekansiz, ha? Boring, yeni chaqir, yuring bu yoqqa. Mana. Obunachilar bizni ko'rgani hozir Shukronaxon kelibdi. Shukronaxon kelibdi-yu, o'chaqchi Anvar tog'asi Andijonga ketganda kelibdi-ya. Yaxshimi sabot sizlar charchamay. Ya! Qalaysiz, yaxshimisiz, bormisiz? Imjobi o'zgarib ketibsiz. Rosa tashqarida yurib shekilli qorayib ketibsiz menga o'xshab. Qalaysiz Sherzodbek? Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Suyimsiz aka, charchamasdan. Ha, rahmat, suyimsizlar. Ovora bo'libsizlar, ha? Bo'lmaga. Ana kelamiz. Qalaysiz? Tushing endi. Tushing, keling meni qo'lingizni. Ha? Qo'lingizni bering. Oz qoldi. Tushing. Ha? Oz qoldimi? Ha, mayli, dadasi oladi, bo'lmasa. O'tirib, tushaversa ular ham o'tirib turinglar deydi. Ha, sekin. Yo, bismillah. Voh. Og'ir olib ketibdi dadasi. 50 kilo. Voh, men endi ko'ylarni qaranglar, ey. Terlab ketdim. Tuzingmisiz? Qalaysiz? Birinchi. Opa, kelaveringlar. Shukronaxonga tegib ketma. Kelaveringchi. Sog'inib ketibsiz-da biz, ha? Hamma shu yerda mana, kelaveringlar. Kelaveringlar, men ikki. Ashmo, sizlar bir tarafga o'tirsalar, men aqaman o'tirib. Kelinglar. Yaxshi mehmon osh ustiga deydi. Qani? Shukronaxon. Qalaysiz, asalim, tuzimisiz? Tepaga chiqib, men olib kelavering. O'tiring aka. Nargizaxon, opa bilan oling, ani uyga nima qilib? Qalaysiz seni? Yaxshimi? Bitta duo qilaylik. Aka. Amin. Amin. Allohu akbar. Qalaysiz seni? Uch ashibning Anvar tog'asi Andijonga ketganini ham kelasizmi? Qalaysiz? O'z meni ko'rgan keldingizmi? Anvar tog'angiz bo'lsa, ish qilib. Kecha sotilib ketibdi. Sardor akasi borgan ekan. Men rosa xafa bo'ldim. Qachon? O bu kun Sardor akangiz borganda faqat to'lkaq sizni qizingizman debsiz-ku? Ha, zash qo'yaman dedim. Aniq hazilmi ish qilib? Kimning qizisiz o'zi? Aniq-a? Sotilish yo'q-a? Anvar tog'angiz kelib qolsa-chi bo'g'da? Nima? Sotilmaysiz. Anvar tog'angizga. Aniqmi? Sizga. Faqat menga. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Bilib oldingda endi, bilib olgan yaxshi-da. Anvar tog'asi kelsa sotilib ketsa, seni aytaveraman, xafa bo'laversa bo'laveradi, to'g'rimi meni? Yo'q. Ha? Sotilmaysiz-a? Aniq. Ha? Sotamanmi? Sotilmaymi? Bo'ldi gapni. Qanday o'zgarishlar? Zo'r yaxshi. Yaxshimi axir? Yuryapsizmi, yurmayapsizmi hali? Yuryapman. Endi sekin harakat qilib turaveray deyapman. Ha, harakatlar bo'lyaptimi? Ha, yaxshi-da. Qaysi shamollar uchirdi endi biz tarafga? Mana shamollar uchirdi. Mana shamolmi? Mana shamol uchiribdi. Obunachilardan so'rashmaysizmi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Ishlayapsizlarmi? Charchamang. Men ham yaxshiman. Ha. Kelardim atamcha akamning yoniga. Ana, endi qolaverasizmi shu yerda? Voy. Ha, kakirasi yordamchi kerak edi-da. Ha? Bitta yordamchi kerak edi. To'g'rimi? Mana shu yerda birga ishlaymiz. Nargiz apangizga ovqat qilishga yordamchi kerak. Kartoshka, pomidor, shakar. Ana to'g'ri. Qo'yishdi-ya. Qo'ying. Usta u. Qani bizning ustalar hammasini qonni ishib turadi. Usta u. Usta aka? Ha, usta. Ana. Ha, usta, Anvar tog'angiz hozir ozib ketgan. Qonni ishtiribdi-yu, ana. Qonni bo'lsa Anvar tog'angiz bo'laveradimi? Ha. Kuku. Ana. Ya. Ana ekan, super. Ha, shopar.
Kuku anada. İyi. Şapır dediniz. Konuştur diyorsan. Açar. Bana. Bu qani rangi qora-ku, Almatoy oppoq. Qani. İyi, chanqab ketibdi. Anatasiz. Yo'q, qo'ysi. Andijondagi Almatoy. Bitta ko'rim turibdi. Qani, beti ko'rinmadi? Qani. Voy, asabika. Anatoy. O'xshamayapti-ku, qarang-chi, yaxshilab. Anatoy. Yo'q, qo'ysangizchi. Anatoy. Usta u. Ana konuşturdi. So'raychi ustalarni Anvar tog'ammi deyinchi, tanishamiz ekan. Yo'qdan. Ha? So'ravering. So'raychi. Uni Anvar tog'a tanimayapsizmi? Uni. Ana. Ana. Bolalar qochdilar. Oho. Oho. Açamiz, tapamiz. Bu ana kızım, qalaysiz? Xush kelibsiz? Qalaysiz? Yaxshimi? Bani qo'yib kelibsiz o'z yonga. Qo'yaver. Endi jo'natmaymiz Ha? Voy. Endi qolasiz endi jonim. Bo'pti mana qizim. Sizimsiz. Ha, rahmat. O kun nima yig'ladingiz? Asli. Sog'indingizmi? Sog'indim. Voy. Ana o Sardor tog'ingiz borgan ekan. Siz nima debsiz unga? Ishtimi? Hammasi bekor debsiz-ku? Yo'q. Ha, Azlashib qo'ydim. hazillashib qo'ydim. Mani qizim ekanda endi. Yo'q. Yo'q. Hammasi bekor deb qo'ying bo'ldi. Keyin gaplashamiz deb qo'ying. Qani endi omalik. Qalaysiz endi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Qani? Voy, o'tiraylikchi. Bu qayerdan ko'rib qoldingiz meni? Bunda qilsam tanib qoldingiz, ona qizim. Ne aytsam qolishdan Yo'q. Endi hozir yirganmanda qizim, ha? Qorinni yo'qotarganmiz-da. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmadingizmi yo'lda? Nima gaplar? Hech gap yo'q. Hech gap yo'qmi? Ha, gap yo'q. Oo! Oyoqqa laglardan qo'yyapsizmi? Ha? Ha? Qizim kelgan. Qitib kelyapti. O'zgarishlar bormi? Undan turyapsizmi? Yo'q. Hozir turammi? Qachon turyapsiz? Ha, charchab qoldi. Hozir yo'ldan keldi. Anaqam. Ha? Yo'ldan kelib charchadim. Ha? Mana deysiz. Kallasini tutib qoldi mana. Nima qimillatmayapti? Oilaviy ko'rgan kelibdi-da, qizingiz. O qiz bilan ko'rishim, o qiz bilan. Ona qizimiz bilan. Bu qizim yaqinda Hindistondan keldi-da, bu qizimiz, ona qizim. Assalomu alaykum. Sog'misiz, yaxshimisiz? Tamjoningiz sog'kina. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bu ham chetda. Bonuxon, Hop kutyapti, ne ertalatdan beri sizni? Ashta bitta Ketyapman mana. kelyapti desam, ertalatdan beri. she'r so'rang. She'r aytishni biladi. Sekin yiqilib shu. Ana, ha, mana bu yoqda. Alaykum assalom. Voy, o'rtoq. O'rtoq. Bonuxon, Onaxon mana singlim keldi mana. Andijondan sizni ko'rib. Mana. Sekin. Yop, yerimdan medet. ana, mana bu yoqda. Ko'rishing, Shukronaxon ismlari. Sizingizmi? Qalaysan? Yurasanmi? Yoniga o'tir. Tepaga chiqib olsa ham mayli. Yoniga sekin. Oyog'im yo'qmanini man. Barqarab o'tiring. Ha, shunday. Sizingizmi? Boshiga. Yurasanmi? Boshiga. Ismlari Shukrona. Bonuxon? Ha. Tanimayapman endi. Andijondan keldi. Sizlar ko'rgani keldi. Ishqilib yurasanmi? Endi yuradi, xudo xolasa. Hindistonga borib keldi. Ha, operatsiya bo'lib keldi. Xudo xolasa endi sekin yuradi. Ko'ylagini tushirib ol. Voy. O'g'il bola ichida men uyataman. Kalim. Shukrona. Ha, men kalboshim deyapti. Ha? Kalboshim? Ha, meni kalboshim deyapti. Voy jonim. Kalboshim ana to'g'ri. Shuni aytaman-da. Kalbon qarang. Ana. Astagfirullah. Bu yoqda hiylab qo'ying endi.
Ana to'g'ri. Uryapti mani. Yo. Kelmas. Yo'q, kelmas urush. Yo. Keyin o't, mayka o'tiring o'zim, bo'ldi, urma. Mehmonlar keyin. Bu Bonuxon. Bonuxon. Baqa keling, gap bor. Baqa keling qizim. Mayka o'tiring, yoniga o'tiring, gap bor. O'tiring. Kel. Nima deysiz, kel? Bundoq orqaroqqa o'tiring, bundoqqa. Voy, kel. Taqqa o'tiring, taqqa. Ha. Mikrofon taqaman. Voy, Hadab turing. Voy, ha. Hozir. Kel boshim. Ha, kelim. Endi bu Shukrona qizim bo'ladi, Andijonlik. Mana eng yaxshi Andijonning eng go'zali shu bo'ladi, Shukrona qizimiz bo'ladi. Siz mahallaniki, Suvliarning qizi, eng chiroyli qizi. O'sha uchun navbat bilan hozir ikkalalaring bittadan she'r aytib berasizlar menga. Birinchi Shukrona sinimiz aytadi, qizimiz aytadi. Men yaxshi bo'ladiganini ayting. Mana qarab o'tiring. Boshlarim. Ha, boshlaring. Sahar turib ertalabdan turgan o'tin qarab yopardilar ismlar mehribonim onajon. Dilim darin yopardi, patir yopardi, günlar shunday o'tadi men onam son, men otam son. Chapajolik. Voy matu. Endi bu Shukrona siningizga siz ham bitta aytib berasiz. Bu yoqqa qarab, qizga siningizga qarab. Oyog'im yomonlikda shuning uchun baqa qarab o'tiribdi. Baqa burilib olib, mehmonga qarab burilib oling. Ha, aytavering. Bu qizga aytib berasiz. Aytaveraymi? Ha, aytavering. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir chol kampir bo'lgan ekan. Ikkalasi o'rtoq ekan. Chol kampir aytdi, chol debdi. Ha, desa bir ikkalamiz debdi, shashli yegani boramizmi debdi. Yo'q. Shashli. O'sha paytda ham shashli bo'lgan ekanmi? Shashli yegani boramizmi debdi. Ha, debdi. Ikkalasi bitta Damazga chiqishibdi-yu, shashli yegani ketishibdi. Damazam bo'lgan ekanmi? Qadrimga yig'ladim aytib bering. Bu yoq sizga bitta qulpni aytib beradi-da. Endi qo'shiq. Endi qo'shiq aytasizlar endi. Tizang. Ayol tushirib oling. Tizang. Aytaling. Ha. Tizangizga biroz boshimni qo'ying. Allaytib bering. Charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan. Mening boshimda qadrim yo'q onajon. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan loqaman sabrimga onajon. Endi so'z navbati Bonuxonga. Men ona haqida aytmayman. Qulpni haqida ayting. Onam yig'laydi, onam sho'rliq yig'laydi. Bir kunda ikkita ko'mgan qiz mana shu Feruza Bonu Homidova bo'ladilar. Tugadimi? Ha, bo'ldi gap yo'q. Ko'rishdingizmi? Olangiz bilan? Ha? Ko'rishdim. Qoni qanaqa, osh yedingizmi? Osh yedim, to'ydim. Nima yeysiz? Osh yeysizmi? Yo'q, qonim to'yib qoldi. Qorin to'q, nima yedingiz? Nima olib berdingiz? Qonim to'qdan. Ha? Qonim to'qdan. Keling, opa. Yaxshi keldilarmi? Tuzyapsizlar? O'tiribsizlarmi? O'tiribsizlarmi? Nima gaplar? Nima o'zgarishlar endi men ona qizimda? Ayollar olmay qoldi. Ha? Ayollar Aha. olmay qoldi. Boshni qiynayapti. Ha, bosh ko'ryapman. Boshi yaxshi. Qimlashlar yo'q. Ha, yaxshi. Oyog'im yaxshi. Yaxshimi? Ha? Yangi uylarda yuryapsizmi? Yo, yurganingiz yo'qmi? Yaxshi. Yo'q, ha? Sal ushab tursa. Men o'zingiz keldingizmi deb o'ylabman men. Bekor bo'lsam ham mana shu o'tirsam maylimi? Bekorsiz. Bekorman, o'tirib turaman-da. Qo'yaramiz. Qo'yasiz. O'tirib ketdi-ya, sirazi-ya. Bo'lmasam Anvar tog'am bekor yo'q ekan deyapti. Kalboshim. Kalboshim diyoraman. Oppoqligingizni qarang. Men qop-qora bo'lib qoldim. Ha? Mana o'g'olyapti. Nima qarang? Kim? Mana shu qizda. Voy, izlamoqsan. Choy ichasizmi? Yo'q. Ha?
Nima gaplar endi? Gap yo'q. Ha, mazza qilib konsernlar yo'q olib o'tiribsizmi? Bu yoqqa chiqib, bu yoqqa chiqib o'tiribman. Ha? Bu yoqqa chiqib, bu yoqqa chiqib. O'yinchoqlaringiz o'ynayapsizmi? Ha? Ha, yaxshi. Zamashikka. Yo'q, keyinroq. Keyinroq. Mashq uy solyapmiz, ona qizim. Ajobingizga uy solyapmiz, ukasiga. Chiroyli uy solinyapti, xudo xolasa. Finalga kelarsiz? Kelaman, xohlasan. Bugun telefonga yig'lab oldi. Qachon kelasiz? Voy, qo'yarasiz. Ha? Siz bormidingiz yig'laganda? Ha? Yo'q, nima qildi? Hech nima yo'lamadim. Yig'ladim. Xotin tog'angizni ko'rgan kelibsiz-da? Siz ham ko'rgan kelim. Yo, shunaqa dedi-ku. Rostdan. Xotinjon aytdiki, siz kerak emas ekansiz, meni ko'rgan kelib dedi. Aldamay yashnadi. Menga aytdi, "Menlar tog'am ko'rgim kelmayapti." Mana ona qizim-ku, ha? Mazaqa gapirsam. Yo'q. Oldin esida bo'lsa, mana bitta qo'lda quchoqlar, ikkinchisini ham olib boryapti. Ha, shu o'zgarish bor. Laklab qo'yibdi, xonalab tushib ketdi. Semirib ketibdi, punchi bo'lib, mung'orlar. Istayapman. Bu Shukronani oqligini ko'rib o'zim qop-qora ekanman deb o'ylab qo'ygan. Banoxon, qorayib ketibman-ku men. Qorayib ketgan ekanman deyman. Qani qo'lingizni bering-chi? Qani qo'lingizni qiling-chi? Buni qarang. Siz ham qora ekansiz-da. Ay, kelim. Kelboshim. Ana, ko'rdingmi? Yo'q. Ha? Yo'q. O'sha mumkin emas. Ana, bu massaj qiladi bu. Ko'rdingizmi? Mani qizimda bu ham, ha? Banoxon. Ay, kel. Ana. Sochim o'sirama shekilli endi. Ha? Soch o'stirasiz bo'lmaydi. Bo'lmasa kal bo'lib qolaveraman, ha? Yaxshi, Bo'l, mana bo'l, sochim o'tir, bor bo'l. ekan. Bo'lsa men ham kalda ekan bo'lardi o'zi. Ana. Ana quloqni cho'zib qarang. Voy dod. Qoldi. Bormayaptimi? Sudirgan dorini berarsan? Ha, ichyapti, lekin sudurgi bo'lmay qo'ydi. Ha, yaxshi bo'lib qolibdi, qizim bo'lmasa. Qo'yaverasiz. Siz qaraysiz endi. Kelinchi Sherzodbek. Ko'rishdingmi? Ajoyib bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. Qaraysiz. Yaxshimisiz? Siz asalingiz yo'qmi? Ha? Kelmak. Eng yaxshi ko'rgan ukangiz, ha? Biz bilan qoladi nima aytishlar. Voy dod. Oporligini qarang, uni qoraytirish kerak-da. Ishladimi? Ishlatamiz, g'isht toshtiramiz. O'zim borardim, qizim ovora bo'libdi-da. Osmon. Bu rosa yig'ladi bu. Ha? Rosa yig'ladi. Menga kecha telefon qilishdi. Telefon qilib Shukrona homila gaplashib turganimizda, Matamjon aka mashhaddan oxirlariga borarman dedi. Bilmadim endi ertalab telefon qilib manzil so'rashyapti. Sen Shukrona xon bugun bormasa bo'lmas ekan deyishdi. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Sog'indingizmi? Ha. Zerikibsiz. Chidalmagan menimcha kecha gaplashib Ha, gaplashib turib kecha gaplashib. Chidamaganman. O'zi obunachilar siz rosa sog'ingan. Kechani Sardor borganda baribir Anvar tog'asining qizi, baribir sotildim deb aytaveradi deydi, baribir Anvar tog'asini ko'rganda hammasini kechaveradi, shuni alishdi. Obunachilar, ha? Qo'yarasiz. Hammani ko'yniga qaraydi-da. Nechta yurangiz bilan yaxshi ko'rasiz? Ikkita yuragim. Ashna deb qo'ying-da, ko'pchilik obunachilar Shukrona xonda ikkita yuragi bor ekan deb o'ylashyapti. Bitta yuragim faqat ikkita yuragim bilan yaxshi ko'raman deb qo'ying. Aeroportga borganda ham shu ikki yurakli qizni yosish chiqadi bittasiga aytadi, u bu yoqda ko'rmagan ekan, tarmas ekan. "O'xsan ikkita yuragi bormi?" deydi. Aeroportdan chiqib o'zidan so'raysiz deb qo'ydim-da. Oyog'im qolib qo'yam. Ha, yo'q. Ya'ni qani keyin? Ko'ynay bordi-ku. Ha, ko'ylak bor. Tushamikin bu yoqqa? Tushmasa kerak. Kattasi bormi? Kattasi bor. Ha? O'shani berib ko'ramiz, o'shani kiydirib, keyin tikka turgizib ko'ramiz-da. Toshkentda bir xolos biz aeroportga chiqqanimizda ko'pchilikka ko'ynay berib yuborgan. Chiroyli qizil aynaladiganlar. Berib yuborgan o'g'illar yaltiroq. Uni finallarda, to'ylarda kiyadi. Shunaqa berganimiz Nightdan kelgan. Ha?
Qani? Beni shayton beni o'ldirib tashlab, menda qildirib olganman. Ne mana de. Ko'rib olyapsan? Nima qilib ko'ryapman seni? Mana-chi? Siz ham? Ha, siz ham. Yana telefon qilaman. Sog'ini usta. Metizga nima yopishib qolibdi qani? Metizga qani? Xolam. Yuyulmi yana? Mani xolam qolmayapti. Onamni qo'jamayapti. O'g'il. Hop, mendan qo'ya xolam qolmayapti. Bo'ldi. Nima gaplar? Bizda bor ekan, bizda bor ekan. Nima gaplar? Mana shu yerda issiqda ustalarga qarab uy solyapmiz-da, ona qizim. Siz Hindistonga paytingizda mana Fatima aka soldi uyda. Chiroyli remontlar qildi. Chiroyliga Asanda o'q qo'yganda. Aha bo'lmayman. Said. Shirin akami? Yo, bemiz ekanmi? Shirin akasi. Asa uylarda ish qildikda, Usmonxon kelishiga chiroyli qilamiz-da. Cho'milyapsiz mannada? Yo, cho'milganingiz yo'qmi? Yo'q. Qizingizmi? Tushyaptimi siz so'zsiz? Ha, tushyapti. Cho'mildingizlarmi? Yo, mumkin emas ekanmi? Yo'q, hozir mumkin emas. Hozir mumkin emas ekan. Yuvintirib o'zim anaqa qilib qo'yapman. Boshiga tegizmasdan naqsan. Ha, yo'q, qonida ham bordi. Ha, yaqinida ham. Qonimdami? Uzr bilmay qolibmiz. Nashta. Keyin nima qo'ygan? Mana qo'ygan. Ashetga o'rnatganda, ashetda o'rnatgan biyonal maqtirib. Ha, yaxshi bo'ldi keyin billa o'zim cho'miltirib qo'yaman. Balolar tashlab, o'sha ishlarni billatib, ha? Ha? Qo'yamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Balolar o'qiyapsizmi? Ha? Qanday bo'ldi? Anaqa sakazdan qalam anaqa don beryapman. Donni beryapti. O'zi Suvda almashtiryapti. Bo'ynida bilinib turadi tushganlar. Nima? Almashtiryapmiz. O'rmayapman, bildirgan. Yo'q, og'rimayapti, yaxshi. Bu bosh orqasi kirib qolibmi mangashnaki? Ha, o'zi bilyapti qayerlar kirganini. Maylam kirdi. Maylam kirdi. Maylam kirdi. Endi semirish kerak-da. Ha, Semirish kerak, o'qaring. Ovqatlar Ayollar yana mana qo'yib qoldi. Ayollar qo'shib qoldi. Cho'tayman sizni boyizga yetib olganmanmi? Kalboshimman sizni boyizga yetib olganman. Bo'ldi. Nima ovqatlar yeyapsiz? Sib ketdimi? Kuzatib turaymi? Qani sochiq qani? Mana. Yerib turing. Siz ketdi. Jiyanimmi? Ha, jiyaningiz. Sekin. Xo'p, ona xo'p. Qani? Mazami? Bo'ldi ekan. Bo'ldi ekan. Rahmat. Yangi she'rlardan yo'qmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Bo'ladi. Bo'ladi. Vallahi ayzam bir bo'lakchami, ha? Toshkentga olasab keladi. Ali Toshkentlik xolangiz berganmi? Opa, bu qisqa pashi 3 yildan oshiq bo'ldi-da. Davolatib kelamiz. Mana ko'pchilik yordam bilan Hindistonga bordim. Miyasi suv borda. Men sizga aytmaganman-ku. Mana ko'pchilik yordam Hindistonga borib qo'yilib keldi. Oldin turolmas edi. Shibirach ko'rib boshini ko'tara olmasdi-da. Mana hozir o'zi o'tiribdi. Xudo xohlasa sekin-sekin endi ozgina vaqt kerak. Vaqt xudo xohlasa yuradi. Shu bizni bolalarimiz ham xudo xohlasa undan turib yuradi. Mana qizim bo'ladi, va anjonli qizim bo'ladi. Qo'lini olib oling, qaraymi? Qo'yamiz. Ha. Tükkanagim bor, tükkanashanda. Ha. Suvlardi bittada, ha? Mana, bo'ldi. Bo'lgan bo'pti. Shukrona qizim. Olapman. Bu opingiz bo'ladi-da. Ha? Yana qizg'anib yotmang. Anvarda qistab olibdi deb. Bilan. Kulib Ha? Bitta opasi men bo'laman. Ashida opasi. Rahmat, hamdollar sog' Suvlarda. 3 kilo hamanga aytdi. Qolaveraman dedi. Dadamiz ketaveradi. Voy. Ha? Nega bo'lish kerak anaqa divan salonga. Ha? Divan bor. Divan bor edi. Yo'qman. Ha. Mirzaxon, Bu yerni ichiga joy qilib beramiz. Kech pachiya bo'rilar, tulkilar keladi. Tishlamasin. Tishlamaydi. bilmadingiz. Mishiqlar bor, mishiqlar. O'shada qo'ymaysizmi? Qo'yman. Ha? Qo'yman.
Olib ketasizmi bitta bir şey beraylikmi? Yo'q, kerak. Olaxon oppog'ini olib ketmasin. Ana. O'ziga o'xshagan oppoq. Ana, o'zingga o'xshagan oppoq bor ekan. Yo'q. Ha. Qo'rqasizmi? Baliq zo'rg'a boqyapti, albatta og'asi. Yo'q. Baliq zo'rg'a boqyapman, mana o'rtog'im. Baliqdan qo'rqasizmi? Yo'q. Ha. Bitta qora, bitta. Qolaverasiz. Yo'q. Shehzod bergan olib qolamiz, siz ham olib qolamiz. Yo'q. Dadangiz bilan ayingiz o'zini jo'natadi. Yo'q. Men bilanchi? Siz bilan ketaman. Ana. Siz bilan qolaveradi. Ha. Ha. Bizga So'raychi, qolaveradi. qolaveraymi deyinchi? Shuncha joydan kelibsiz endi. Men tashlab ketaverasizmi qizim? Telefon qilib turaman. Ha, bo'ldi. Dadangiz unab qolsa qolaverasiz, balki so'raychi. Dadasi qani? Mana. Ko'proq kimni yaxshi ko'rasiz? Dadasi. Ayizmi, dadangizmi? Sizga gapiring. Dada. Mana dadangiz. Xolos. Ha? Olib qolaman qizingizni. Yurzohon. Uka qilib Yurzohon. qiz bola ekan yo'q. Qiz bola uka qilib. Tug'ishga uka qilib olib qolaman. Yo'q. To'g'ri. Ko'proq kimni yaxshi ko'radi? Dadangizmi, ayizmi? Ayam, men dadam ham. Ha, ko'proq. Ayam. Ha? Ko'proq dadam. Ayizchi. Ayiz ko'tarmay qo'yadi lekin aytib qo'y. Ayiz ko'tarmay qo'yadi. Ayam. Ha? Ayam dadam. Ya, bittasini ayting-da. Dadangizmi? Ko'proq dadam. Bo'ldi, endi bunda ayiz ko'tarmaydi sizni. Qaramaydi ham. Ha, qaramaydi endi. Guli ko'ylak Bar qiz bola shuni dadasini yaxshi ko'radi, ha? Bir-birimizni qo'limizda uchrab o'tiramiz. Qanaqa qilib uchirasiz? Ha? Qanaqa qilib uchirasizmi? Guli. Mana deydi. O'zi qoshi chiroyli qizim. Ha, qo'yamiz. Ha, juda go'zal-da. Qo'yamiz. Ha, ona qizim. Qorayib ketibmanmi? Yo'q, qorayib ketibman. Qo'yamiz. Siz oppoqsiz. Bekorlarda shu bo'lib qarang. Oppoqsiz. Men. Dubiz ketyapti, qarang. Siz qorayapsiz. Men yuraverdim bo'lmasam qorayib ketgan bo'lsam. Orqasidan. Bu qara, mana o'zi oqman mana qara. Oqsiz bo'pti, oqsiz. Oqmanmi? Mana shunday oqakadi. Kalvoshim. Ana. Men sochib o'stiraman qizim. Qarang, ana. Yo'q, kerak emas. Ana. Yo'q. U qolayapti-da. Olmaydimi? Ha. Olmaydimi? Yo'q, tortmaydi. Yo'q, tortmang. Yo'q. Kerak emas. Ana. Kundiga shunaqa qiladi-da. Ana. Bo'yinlarni qulaveryapti, shu qanaqa. Santa o'zi ketish kerakmi desa, "Meni ketish kerak" dedi tezroq. Teravoy bu ketish kerak-da bu. Bo'ldi. Bo'ldi. Yo'q, urush kerak emas. Orqam ko'karib ketdi. Ko'karib ketib turib qo'yasan. Ha? Hozir u ketish kerak-da, qizlari ketish kerak-da. Choy qo'ying, Narizaxon. Choy qo'ying. Nargiz oshpalo. Choy qo'yib qo'ying endi. Boshqur ana. Ha, bo'lmasa olib keling. Kalvosh qon ochibdi. Alloh kuch-quvvat bersin. Endi ertadan adam boshini aytyapti, ko'prik qilamiz ham, uni ham boshlaymiz xolos. Rahmat. Suv quyib bering, shu Joninglar sog' bo'lsin. Yo'q, isib ketdim. Yo'q. Doniyor, ber! Doniyor, ber! Bo'ldi, baqirmang. Boring, o'zi chaqirib keling, bitta baqiramiz. Boring. Kelaveradi o'zi. Eshitgan yo'q-da. Eshitmasam, Men qulog'im baqirishga yoqadi, xolos. Men otam bilan onamga baqirib yuravergan qo'yganman, shuncha bitta baqirsam ich keladi o'zi. Siz yaxshi popozmi? O'shani aytaman. Men qolib ketdimmi? Yo'q, qolib ketmadim. Prosta yaxshi ko'rib qo'ygan. Ro'moling tortib qo'y. Mana shu ro'molimchi asabga tegadi. Oo. Orqasini tortib. Video. Opasi. Tutuni videoga olyapti. Narizaxon, keling endi. Nargiz apangizga ham sog'inmabsiz? Sog'inman. Nargiz opammi? Ko'rishib, bir gaplashinglarchi. Ko'rishdik, ha? Nargiz opa tezingiz. Ketdik. Bo'pti. Otamjon, qo'ling ham bular ko'rsatavering. Ketdik. Endi qo'lingga jazolamang. Qo'ling, men bilan qoladi. Nargiz opa. Otamjon ko'zini yumib yopib ketaveradi.
Hop chiqdi. Bo'pti mayli, yaxshi bo'linglar. Bo'pti, yaxshi bo'linglar. Mani ukam qolsin. Ana. Mani ukam qolsin. Faqat ukam qolsin. Ketaveringlar o'zim. Hozir dadam bas, ayam yaxshi ko'rmaysiz. Qaniysiz endi? Endi nima bo'ldi? Ana endi. Mamnun bo'laman. Ha. Ketasiz. Yig'lab. Hazırlaştık. Kulmasangiz qolasiz. Kulmasangiz qolasiz. Ha? Yig'lamasangiz deysiz. Ha. Bu teskari gapirmoqsan qizim. Yig'lamasang borasan. Yig'lasin, olib qolaman. Bo'lish tushirib Ro'molingizni yetgan qo'ying. Qo'lavering qizim. Men tashlab ketaverasizmi? Dedem makam şey. Tasalım. Bo'pti mayli qizim. Deh qoldi. O'tana qizim. Gel bak. Qashetaman. Qashetaman. Erzoqxon. Salam. Erzoqxon. Siz tashlab ketavergansiz endi qizim, ha? Kapchikasi qani buni? Kapchikasi mashinada edi. Hop qolaman endi. Ha. Video qilamiz to'sasiz yo'lni to'sasiz. Xorazmchaga ham tashlab bering. Men bilmayman-da. Kiyinchi yarashamiki. Turkmanistonga xizmat qilganman. Meni kiygan biladi. juda yengil do'ppani singari. Nimasini aylantiradi uni, ha, shuni orqa nimasi ipi bor. Uni o'ng'i ham yo'q ketdi. Turkman boshi. Bu nima tellamiz bunda? Bir tellatur kimizda bo'lib Bunday yuraveradi. bo'lib yuraveradi haqiqat. Shomularga kiyib Beyler bering. Ay, yo'q. Ha. Buni mana bu yerlar yozilib ketibdi. Bu yozilmasligi kerak. Nimaga shuna bo'lib turadi o'zi? Ha. Gap turadi buni. Ha, shunday yuradi. Savol yuradi. To'g'rimi? Gel kardeşim diye. Gel kardeşim. Mansurbekka oqidan bergan, menga bunisini berganda. Xorazmda padak. Biz o'sha Xorazmda o'sha Xiva bo'lganimizda, aynilganimizda o'shani kiyib yurdik. Mana shuni bitta olish kerak deb 10 kiloverdik. Keyin Izzatbek padarkaga ustozlarga deb olib bergan. Qorako'ldagi toza qorako'l bo'lsa qimmat. Bu ham qimmat. Endi Men o'zim qishda ham kiyib ko'rdim-da men. Qishda ham hali kiyib ko'rgan bo'lsa, hali Pokiza insonlar loyihasini chiqarganmiz-da. Bor o'sha anaqada Farg'onada, Marg'ilonda, yo bir Oltiariq tomonlarda biz ehson tarqatganlar ko'chada hali shipiraka ayollar bor-ku. Ashlarga biz kofe, bo'lichganmiz, shu qilib shu Aqida xonim kelgan Toshkentdan, sinimiz, yaqin sinimiz. O'shalar bilan birga tarqatgan. O'shanda kiyib yurganman-da. Chunki bitta insonni oldiga borib, vodiylar oldiga borsiz, mana shu kiyib borsiz. Bir kayfiyat ko'tariladi-da. To'g'rimi? Küladi. Qayerdan keldingiz deydi-da. Qanadir olib. Çünkü Türkmenistan'dan gittim dedim. Ne gitsin? Tegirdik. Türkmenistan'dan gittim dedim. Yok ya. Tatarda. Tatar deyiladi bu. Sabır Rahim tam Qorako'lda nimasidan titirgan ekanda general. Kelpagida. Ay general bo'lish nima bo'lganda padarka qilishgan ekan. Xorazmliklar nihoyatda 100 tadan, 1000 tadan bitta chiqarganda qo'zichalikda nima qiladi? O'shandan padarka qilishgan ekan. Hamma havas qilarganda o'shani. Endi Xorazmda buni kiyib yursiz, birov qaramaydi. Lekin bu yerda kiyib yursiz, hamma qaraydi, qayerdan keldingini o'ylaydi-da. Nimaga Hoji akam bilan sanatoriyaga bordik. Bittasi Hoji sanatoriya ko'rgan bo'lgan. Bittasi shunaqa kiyib yurgan ekan. Aşağıdan kelgan ekan. Nimaga?
har xil nimalar bor. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa, sizlar bilan urilyapti. Endi birinchi ko'cha tomon to'sib olaylik. İşte ichkarida ustalar bemalol ishlasin deb, ko'cha tomon urdiryapmiz. Xudo bugun bo'ladi. Tashkil bo'ladi, keyin ichkariga boshlashadi. Endi ichkarida ham o'sha uyda ko'rinish chiroyli bo'lib chiqib qoldi. Mana bugun pena bloklar keldi. Qolganlari ham. Hammasi keldi, asad pena blok. Yana bormi bir res? Yana bir res keladi xudo xolasa. Mana shu bilan xudo xolasa uyimiz bitadi xudo xolasa. Keyin tepasiga sezma qo'yiladi-da. Qurgandan keyin to'siqlar tashladi. U yoqda hammom bor, hali hojatxonasi bor. Endi hojatxonani ham ko'rgan bo'lsalar kerak. Turkiya yog'och qo'q atrofida qo'zib qilib qo'yilgan. O'shani biz zamonaviy qilib xudo xolasa chiroyli chuqurlar ustiga maridlarda qo'yib, shlak blokdan chiroyli hojatxona qilib beramiz. Qolgan shu merosda mana shu 16 sotiklarda yashayapti. O'shanga shu uy bitguncha xudo xolasa 8 sotik opasiga, 8 sotik bularga qilib chiroyli qilib dokumentlarni ham qarorlarni ham chiqartirib, xudo xolasa o'rtasidan ham zabr qilib to'sib qo'yamiz. Mani qizim yo'lda yuribdi bugun, ozgina charchab ham qoldi. Chunki mehmonlar keldi, ular bilan hazillashib, ular bilan mana oldinga kelmayapti ham. Endi kal boshlamasa kerak mani. Ha, bundaga nima deysiz? Hayes, o enizlarga ketdi. Javohirda enasi bor-ku, shuni oldiga ketdi. Keldimi opam, kelmadimi? Yo'q. Asha Blackmutni to'g'irlash uchun bu o'g'il chopani otasini ko'paylar ham kerak bo'lar ekanda. Endi bilmayman qayerdan topadi. Oxiri hozir opa olib kelmasiz bo'lmaydi dedim, hozir opa ketdi. Qarindoshini oldiga. Bor o'sha. Ha, piyoda ketdi. Bora billa kesizdan bo'laveradi, opingiz yuraveradi bu yerda, borib olib keling. Ha, Sardorbek. Ha, keyin. Shu video boshida qisqasi agar yoqayotgan bo'lsa, kommentariyga yoqyapti desalar ham xudo xolasa harakat qilamiz. Undan sonra uzunroq qilib, bir qiziqarli qilib chiqarishga. Endi qo'ldan kelgancha, endi haligi kino studiyada ishlamaslik ham qo'ldan kelgancha Abdumalik shu bir kunda, 1 soatda, 2 soatda shu narsani tayyorlab, shu sizlarga taqdim qilyapmiz. Endi Oxun YouTube kanali mana 15 kundan beri video qo'ygan yo'qdi. Sizlardan bir iltimos, Telegram, WhatsApp gruppalarga bir tarqatib qo'yinglar endi. Chunki statistika tushib ketgan, 1000 tadan oshiq video o'chib ketgan. Endi ko'tarishsa qiyinroq bo'ladi. Albatta, sizlarda bir yordamlaringiz kerak. Bu qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa, Oxunov kavandasini sindiradigan odam yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi kanal yo'q kelsa ham biz sinmaymiz. Biz tirikmiz. Mayli azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.